Eski poyabzal va uzoq yo'l. Islom bolaligidan mehnat bilan ulg'aygan edi. Otasi erta vafot etgan, onasi esa kasalmand bo'lib qolgan. Islomning shaharning chekkasida tomi eski, devorlari sovuqni o'tkazadigan uyda yashardi. Uning eng katta boyligi halol qo'llari va oyog'idagi eski poyabzal. Bu poyabzal bilan u ko'p yo'llarni bosib o'tgan, qorli tonglarda non izlab chiqqan, yozning jaziramasida ish qidirib yurgan, kechalari charchab uyiga qaytgan. Poyabzalning tagi yupqalashib, ba'zi joylari teshilib ketgan bo'lsa-da, Islom uni tashlashga ko'ngli bo'lmasdi. Bir kuni u shahar markaziga ish so'rab borishi kerak edi. Bu ish uning hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan yagona imkon edi. Ammo oyog'idagi eski poyabzalni ko'rib, ichida ikkilanib qoldi. Shunaqa poyabzal bilan odamlar orasiga qanday chiqaman? Balki umuman bormaganim yaxshi. Shu o'y bilan yo'lga chiqdi. Yo'l uzoq edi. Har bir qadamda poyabzalining ichi toshlarga urilib, oyog'ini og'ritardi. Yuragi ham og'rirdi, chunki u faqat oyoq og'rig'ini emas, umidsizlikni ham ko'tarib borardi. Yo'lning yarmida u kichkina bekatda to'xtadi. U yerda nogiron bir yigit aravachada o'tirardi. Uning oyoqlari umuman yo'q edi, lekin yuzida tabassum bor edi. U atrofdagilarga yordam berar, yo'ldan o'tayotgan bolalarga yo'l ko'rsatar edi. Islom beixtiyor to'xtab qoldi. "Men eski poyabzalimdan uyalyapman", dedi ichidan. Bu yigit esa oyoqsiz bo'lsa ham hayotdan shikoyat qilmayapti. U o'sha yerda bir oz o'tirib oldi. Nafasini rostladi. Ko'zlaridagi og'irlik asta-sekin yo'qola boshladi. U o'rnidan turdi va o'ziga shunday dedi: "Agar menda yurish imkoniyati bo'lsa, demak borishim kerak." Islom yana yo'lga tushdi. Bu safar qadamlarini og'ir emas, ishonch bilan bosardi. Poyabzali eski edi, lekin niyati mustahkam edi. Ish joyiga yetib borgach, u darvoza oldida bir lahza to'xtadi. Nafas oldi va ichkariga kirdi. Ish beruvchi uning kiyimiga emas, ko'zidagi qat'iyatga qaradi. Islomga ish berildi. Yillar o'tdi. Islom mehnati bilan o'sdi. O'z ishini boshladi. Onasini davoladi, uyini tuzatdi. Bir kuni u bozordan eng qimmat poyabzalni sotib oldi. Lekin uyga kelib, uni darrov kiyib olmadi. U eski poyabzalini qo'liga oldi. Tagi butunlay yemirilgan, lekin xotiralarga to'la edi. "Agar sen bo'lmaganingda, men bu yo'lni bosib o'ta olmas edim", dedi u sekin. U eski poyabzalini sandiqqa qo'ydi. Har safar hayot og'ir tuyulganda uni chiqarib qarardi, chunki u poyabzal Islomga bir narsani eslatardi. Imkon mukammal sharoit emas, imkon yurishga jur'at topa olgan qadamdir. Eski poyabzal bilan ham uzoq yo'l bosish mumkin, agar yurak taslim bo'lmasa.